Do'stlar, bugun sizlarga Minecraftni to'g'ri sozlashni o'rgataman. Men tepadagi jonni pastga ko'chirishni, mana bunday inventarni mana bunday qilishni va F5 bilan F3 ni qo'yishni va mana bunday pick blokni qo'yishni o'rgataman. Boshlashimizdan oldin kanalimizga obuna bo'lib qo'ying, bo'lmasam boshladik. Minecraftga kirib olamiz va mana bunday rasvo nasrayga yerlar bitib rasvo aylaman inventar mana bunday rasvo do'stlar. Hozir buni to'g'rilashtirib ketaman. Keyin esa do'stlar Minecraft'ingiz zo'r bo'lib qoladi. Birinchi o'p settingsga kirib olamiz. Kiradi do'stlar. Kirganimizdan so'ng pastga tushamiz va video bo'limini tanlaymiz. Va pastroqqa tushsak, mana bu yerda outline selection degan joy bor. Mana shu yerda bir marta bosamiz. Bu nima qilishini aytaymi do'stlar? Minecraftga mana bunday kompyuterdagidek chiziqchalar qo'shadi do'stlar. Keyin mana shu video bo'limidan yana pastroqqa tushsak, uy profil degan joydan pocketni klassik o'zgartiramiz. Klassik nima qilishini aytaymi do'stlar? Bu inventarni mana bunday ko'rinishga ko'rsatadi. Mana bunday kompyuternikidek. Keyin va jonni pastda qilib qo'yadi do'stlar. Jonlarimiz pastda bo'ladi. Bo'lmasa tepada bo'ladi. Do'stlar, keyin video bo'limidagi ishlarimiz tugaydi va touchga kiramiz. Mana bu touchga barmoqdan. Keyin touchda change control modini bosamiz. Bosganimizda mana bunday nastroykalar kelib chiqadi. Sizlarga mana shu nastroykani tavsiya etaman. Mana shu yaxshi nastroyka. Keyin mana shunday bo'lib qoladi. Do'stlar, keyin pastga tushsak, mana bunday pick block degan narsa bor. Do'stlar, pick block bu sizda chiqmasa, change control modini bosib, bir bosib pastga mana buni bir o'tkazib tepaga qilib olsalaring do'stlar bo'lib qoladi. Meni pick blockni yoqsalaring do'stlar, mana bunday mana bu har qanday blokda ana qiladi. Mana skanerlab sizga qo'lingizga tashab beradi. Tashlab beradi. Do'stlar, keyin pastga tushsangiz, mana bu yerda select controls degan narsa bor. Shuni bir marta bosamiz. Bosganimizda bizda mana bunday narsa paydo bo'ladi. Bunday turburchakcha pluscha paydo bo'lib qoladi. Bu Minecraftni juda ham osonlashtiradi. Mana shunday yaxshi bo'ladi do'stlar. Va kompyuterda o'ynayotgandek bo'lasiz. Do'stlar, keyin hamma mana bunday narsa chiqarishni bilmayapti. Uni hamma mod bilan qo'shyapti, lekin biz mod bilan qo'shmaymiz. Sizda bunday narsa chiqish uchun boyagini mana bu yerga kirib, mana buni bitib o'zgartirib olamiz. Eng pastga qo'yamizda, bitta tepaga qilsak bo'lib qoladi. Keyin tepaga chiqamiz, mana bu yerdan show camera perspective button deganni bosamiz. Bizda mana bunday narsa paydo bo'ladi. Mana do'stlar, mana bunday narsa paydo bo'lib qoladi. Bu mana bunday qilishga yordam beradi do'stlar. Buni mod bilan qo'shish shart emas, hech qanday mod emas bu. O'zlaringga ko'rsataman ham. Do'stlar, keyin bu yerdagi nastroykalarimiz ham tugaydi. Do'stlar, shu bilan video ham yakunlanadi. Videomiz yoqqan bo'lsa kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Bo'lmasa videoni yakunladik.